Xotimal asom. Ibodati, salohiyati, taqvosi bilan, yaqini bilan mashg'ul kishilardan edi. Martabasi oliy edi. Qanday qilib yetdingiz bu martabaga deb so'rashganida 4 ta narsani aytdi. Birodarlar, agar shu 4 ta narsagachi chiroyli suratda amal qila olsak, ishoninglar, dunyo va oxiratimiz zo'r bo'lib ketadi. Tirikchiligimiz va maishatimiz zo'r bo'lib ketadi. Qalbimiz va jasadimiz zo'r bo'lib ketadi. Nima so'zlar edi u? Quloq solaylikchi. U aytdi: "Rizqimni mendan boshqa hech kim ola olmasligini bildim, xotirjam bo'ldim." Tushunarlimi? Chehlarni ish bo'lib ketdi. Nechta o'g'lingiz bor? 3 ta o'g'lim bor. Bittadan chiqsin. 4 ta qizim bor, chiqarib ishpaner. Voy, rizqi bor uni, xotirjam bo'ling, g'am qilmang, siz faqat ishlang, mehnat qiling, g'am qilmang. Rizqimni mendan boshqa hech kim ola olmasligini bildim, nafsim xotirjam bo'ldi. 99% odam g'ami shu hozir. Xotirjam bo'ling birodar. Mehnat qilyapsizmi? Siz to'g'ri yo'ldasiz. Siz to'g'ri yo'ldasiz. Natija Allohdan. Ikkinchisi, amalimni meni o'zimdan boshqa hech kim qila olmas ekan. Amalim bilan mashg'ul bo'ldim. Keyingisi, o'lim to'satdan kelishini bildim va kelishidan oldin amalga, harakatga kirishdim. To'rtinchisi, Alloh azza va jalladan berkin olmasligimni bildim. Shunga yarasha ish tutdim. Ishonavering birodar. 4 qator so'z. Agar shu aytilgan 4 ta narsaga amal qila olsa, kishini dunyosi yu oxirati mustaqim bo'lib qoladi.